Ha, usta bu shu mashinaga keldimi? Usta bu, qara mashinaning ichidagi sizmi? Azamat. Bu tomonga ajallab usta bu. Kelinglar. Usta bu, ish joyi mana shu magazin. Siz xohlagandek podvalga salqinginaga mazza qilib ishlaymiz. Yeb ichardan muammo yo'q. Bo'ldi. Usta bu parda sklati. Ha, shu yerdagi pardalarni yuqoriga olib chiqib, ilish kerak. Tamam, jo'ra. Bu nima yot? Oğlum bırak tur. Ya. Tur. Keyin uxlaysan. İş ko'rsting aka. İş ko'rsting. Usta bu bizning showroom. Shaurma? Yo'q, parda salon. Ha, men avtosalonmi deyman. Bizda Turkiya va Yevropadan pardalarimiz keladi. Shu pardalarni optiratsiyaga qo'yib, birma-bir ilib chiqasiz. Bu sizga g'isht terish yoki loy sho'g emas. Ehtiyotgina bo'lib ilib berasiz, yirtib pirtib qo'ymang. Jo'ra, ustimdan kulyapsiz mani. Men yoshligimdan parda ekib katta bo'lganman. Nima deyapsiz? Biz butun oilamiz bilan pardachilik bilan shug'ullanamiz. Aka, obedni olib kelayring. Hamma ishingizni qilib qo'yamiz. Qani. Usta bo'la. Ha. Ishlamasdan yeb ichib multfilm ko'rib o'tiribsizlarmi? Ha, nima ko'raylik? Obedni olib keldingizmi? Qo'ying, baraka toping. Men aytgan ish nima bo'ldi? Bo'lgan. Hammasi bo'lgan. Bo'lganmi? Boraylik. Hozir boradim. Usta bo'la. Ha. Hech bir ish qilmabsizlar. Skladda ham ishlamagasizlar, teppani ham ishini qilmagasizlar. Uxladinglarmi nima? Ishga moslashamiz-da, jo'ra. Bugun ishlaysizlarmi o'zi? Ishlaymiz, hozir bittadan chekaylik, boshlaymiz. Bo'ldi usta bu. Ketinglar ko'zimdan ko'rinmaylar-da. Ha, bittadan chekaylik, ketamiz. Azamat. Ko'tar bu parda mardangni, o'zimiz ish qilamiz, ketdik. Laptopda qilasan. Turfa gullar ayting muhabbat bog'idan